Bu dangasalarni borib o'zim tekshirmasam, paxta planini bu hafta yopolmaydiganga o'xshaydi. Qani brigadirlaring? Meni kelishimni bilib, kutib olmasdan qayerda yuribdi? Ha, haromi. Ishni eplolmasang, joyini bo'shatib qo'y. Orqangdan tekshirib yurishim kerakmi? Rais, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Haftasiga buncha plan topshirish qiyin ekan. Menga qo'lingni likillatmay gap. Bugun rais o'zidan katta yoshli yo'ldosh tog'ani urdi. Hech kim inday olmadi. Bu davrda bular xohlaganini qilishyapti. Bu vaqtlar ham o'tib ketar. Bu raisning o'g'li. U hech qayerda ishlamaydi. Faqat shu qizil rangli mashinada ko'cha changitib yuradi. Meni yoqtirib qolganmish. Taqib qilgan. Dilnoz shu maktabda ishlayapti-kan. Bugun bir toychoqqa mindirib, aylantirib kelay. Ish joyimni ham topib ketdi. Hayronman, nima xohlayapti mendan? Dilnoz, qalaysan? O'tir mashinaga, uyingga olib borib qo'yaman. Qo'rqma, yeb qo'ymayman. Yo'q, rahmat. Piyoda ketaman. Bugun bir o'zim sizlarga osh palov damlab beray. Novi go'zal parilarni ko'ryapsanmi? Menga qarashyapti. Bor, olib kel, yonimizga o'tirishsin. Hozir qarab turasan, laq etib ilashishadi. Ko'rinishidan ma'lum, qizlarga suyagi yo'q. Bugun shu janollar bilan bir mazza qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Учкуду три колодца. Защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный путь. Otamni dachasiga olib boraman senlarni. Stol tayyor. Bayram o'sha yerda davom etadi. Qosim har doimgidek aroqni ko'tara olmadi. Uxlashini qaranglar. Shu yerda Sanjar bilan o'tirganimizni eslasam, ko'nglim g'amga to'ladi. Seni sog'indim, ukajon.